Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yakshanba, Chirchiq mashina bozoridamiz. Ko'rib turganingizdek hamma joy oppoq qor. Shuning sababidan mashinalar juda ham kam, sotuvchilar, oluvchilar ham atiga 5-6 ta mashina bor. Kelinglar shularni birgalikda narxini bilib olamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'p, mana Sparkimiz 2013-yil 357 ming kilometr yurgan ekan. Kraskasi u yoq bu yoqida bor deyapti. Tekshirib olasan deyapti. Balonlari o'rtacha, yaxshi. Qishdan chiqadi deyapti. Salonlari ham yaxshi. Bu metanmi aka bu? Benzin ha? Faqat benzin yurgan olingandan beri ha? Mashina benzin degan. Narxini $3850 deyapti. Xo'p, ikkinchi mashinamiz Cobalt 2013-yil 187 ming kilometr yurgan ekan. Kraskasi oldida bor deyapti. Unfes kapot almashgan. To'rtinchi pakalini metan gazi bor. Balonlar o'rtacha. Metalik svit. 25'ten istofadan qilib variantga. Salonlari. Dokumentda to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Aka, nomer aytaverasizmi? 99lik 615 615 1770. 1770. Aloqaga chiqaverasizlar shu nomerga. Mana Spark bilan Cobalt'ni uzoqdan ko'rinishi. Sparkning nomerini qoldiraman pastdan. Matiz ham bor ekan, Matiz ham ko'ramiz hozir. Hop, Matiz nechinchi yil aka bu? 2006. 2006 probek. 575. Narxini qancha deyapsiz? 2800. 2800. Kilisa bo'ladi yana. Ha, kilisa. Metan, Benzin faqat benzin, faqat benzin yurgan ha. Hop, ko'rsatamiz to'liq qilib. Balonni o'rtacha. Mashinani tayyorlayapti. Kraskasi qanaqa aka? Petallari bor ekan, ozgincha. Ata minishga tayyor a? Minishga tayyor. Faqat benzin quyish kerak. Bez rasxod, benzin quysa bo'ldi. Nomer ayting unda. 95. 95lik 955 955 60 60 30. 30.